Assalomu alaykum. Hop, 90 kW 1,5 mingga boradi. Bu hamma seksiyalari almashtirib, propitka qilib, laklab, toshga qotirib qo'ydik. Xudo xohlasa 1 yil garantiyasi bilan ishlatib beramiz. Bu yana 90 6 chiqardik. Laklari mana shunday qotibdi. Azin oqqan joylari lishni laklari oqqan, shu oqqan bo'yicha qotib qolibdi. Lekin hop, orqa tarafi Xudo xohlasa bunisiga ham 1 yil garantiya bilan ishlatib yurg'izib beramiz. Hozir endi ikkalovini yig'ib turib, bitta isbitatorni ishlatib tekshirib ko'ramiz.